Farg'ona ilmiy tajriba stansiyamizda so'nggi yillar ilmiy xodimlar tomonidan shaftolining ikkita yangi navi yaratilgan. Bular ifora va hamda xosiyat navlari. Ikkisi ham tuksiz navlar hisoblanib, ifora naviga to'xtalib o'tsak, ifora navlarimiz yozgi nav, iyul oyining ikkinchi 10 kunligida pishib yetiladi. Mevasi qizil, eti oq va qand miqdori 14% gacha tashkil etib, umumiy sifati 4 ballga baholangan. Ushbu navimiz barg kasalligi bardoshli va serhosil hisoblanadi. O'rtacha hosildorlik 170 sentner o'z tuproqlarimizda, o'tloq tuproq, qumdor tuproqlarda esa 250 sentnerni tashkil etdi. Ushbu navimiz hozirgi kunda fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan yaxshi baholanib, bog'lari yildan yilga ko'payib boryapti. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi reyestriga kiritish maqsadida intellektual mulk agentligiga topshirildi va potensial ishlar davom ettirilyapti. Xosiyat navimiz esa kechki yozgi nav. Bu avgust oyining ikkinchi 10 kunligida pishadi. Bu navimiz yirik nav bo'lib, Lola Shoptoli bog'idan ajratib olingan nav sifatida ajratib olingan. Buni eti sariq, mevaning rangi esa qizil bo'lib hisoblanib, 13,5% qand miqdoriga ega meva tarkibida. Ushbu navimiz ham hosildorligi o'ta yuqori, mevalari yirik, 170-180 gram to'g'ri keladi bir dona mevasi vazni. Ifora navimizki 75-80 gram tashkil etadi. Ikkisi ham serhosil, kasallik chidamli, qurg'oqchil mintaqalarda ham chidamli va eng asosiysi qishki sovuqlarga ham chidamli hisoblanib, hozirda asosiy fermer xo'jaliklarining asosiy bog' sifatida ishga qilinyapti.